Şeriler çıkanı kapılıydı. Operasyonu keyin o ketar partayla deraslar deyishgan. Biz qo'limizda 2 ming bilan borgan. O'shaqa bo'lsa ham kelaveringlar deyishgan. Chaqirib olish uchun qiladida. Ha, shunaqa ekan haqiqatda. Rosa chaqirib qolib chiqarib yuborib, operatsiya bo'lganlar xonadan chiqarib yuborib, sekin aqllashmadilar bizni. Mana bitta bemor buyrak perisadka uchun Belka Max klinikasiga olib borishgan buni. $2000 pulim bor degan, kelur. Bayda bir amallaymiz deb $9000 deb va'da qilishganda $13000 ga perisadka qilyapti buyragini. Har bitta dializga qatnashlik uchun $100 dan olyapti. Shuning uchun ba'zida aytaman, qiyomat bor. Hammani to'planib boradigan joy bor. Shu yerda javob beradigan bir joy bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Alloh taolo Qur'oni Karimda Sizlar qayerdansizlar? Biz Marg'ilondamiz. Marg'ilonda? Qancha bo'ldi buyrak perisadka bo'lganiga? Yurak perisadka bo'lganiga sentabrda bo'lishgan. Kim orqali bo'luvdinglar? Shu orqali bo'lgandik. Endi operatsiya bo'lib o'tdik. Hozir endi ikkalamiz men donorlik qilganman o'zimga. Sizlar necha pulga bo'ldinglar? $3,000 bo'ldi. Hozir bitta biz bilan dializ oladigan kasherligimiz ham bizga yo'l ko'rsatdilar deyishgan edi, to'xtanglar, bizga endi kuydik dedik. Sizlar endi nimaga boringlar, shanchiliga boringlar deb ularga ham shunaqa dedi. Bilmabmiz-da, o'shada bo'lsa qiynaldinglar lekin. Ha, necha kunda operatsiyaga kirdinglar? Bir oyda. Ungacha gastitsada yotdinglarmi? Ha, necha oylik avgustda borganmiz, sentabrda operatsiyaga kirdik. Dializga $100 dan to'ladik. Dializga 1 so'm to'lanmaydi-da, dializlar tekin-ku. O'sha paketning ichiga dializ kiradi tekinga. Biz $100 dan to'ladik, kvartirasiga $700 to'ladik. Rosa qiynaldik. Hozir 1 so'm pulimiz qolmadi. Paketiyamizdan keyin dorilarni vaqtida jo'natish bermayapti. Yo'q, ulardagi yaxshi taniyman. Ulardagi va'dasi juda ko'p. Oldindan va'da berishadi-da. Shuna qilishdi-da, bizga shuna qilishdi-da. Kvartiralarni deb o'ylab operatsiyalarni 9000 deyishdi bizga. Qanday 9000 degansan, 9000 to'laymiz demadinglarmi? Operatsiya jarayonidamiz shunaqa o'zgarish bo'lgan ekan, shunga qo'shimcha dorilar qildik deyishib, 13 mingga chiqarishdi-da. Hech qanaqa qo'shimcha dori bo'lmaydi. Tashqaridan dori olib kiritilmaydi. 9000 ga operatsiya bo'lgan bo'lsa, dori darmoni ham shuning ichida. Bilmabmiz, rosa qiynalib, bir so'm pulimiz qolmadilar, dorisiga ham qiynalib ketdik. Dializ oladigan sherigimiz bizni ham shunaqa o'sha odamlarga ro'para qilinglar dedik. Yo'q. Aytdilarki, ularga borishmasin, biz shuncha qiynaldik, bilan qiynalishmasin, ularga boshqa odam topaylik deb shunaqa dedilar. Keringlar chiqani qilib operatsiyadan keyin u ketar partayla deraslar deyishgan. Biz qo'limizda 2 ming bilan borgan, o'shaqa bo'lsa ham kelaveringlar deyishgan. Chaqirib olish uchun qiladida. Ha, shunaqa ekan haqiqatda. Rosa chaqirib qolib chiqarib yuborib, operatsiya bo'lganlar xonadan chiqarib yuborib, sekin aqllashmadilar bizni. Yo'q, men imom odamman, ahli ilmman, Xudoga shukr. Oldindan hech kimga hech narsani va'da bermayman, to'g'risi. Va'da bergandan keyin uni al-va'datu daynun, hadis sharif bor. Va'da qarz. Agar hozir va'da berib ustidan chiqmasa, qiyomatda o'shani savobidan olinadi. Uni gunohini bunga olib qo'yiladi. Men hech kimga oldindan hech qanaqa va'da bermayman. Pulingiz kam bo'lsangiz kelavering demayman. Ochiq narxlarni aytaman, xohlasangiz boring deyman. Unaqa buyrak operatsiyasi 1 oyda kirish kerak emas. U dializ hamma klinikada ashini ichida bo'ladi. Tekinga bo'ladi dializ. Operatsiyani ertasiga chiqarib yuborsak, ishonasizmi nimadan kvartirasidan? Bitta odam qo'yaman hisobida. Operatsiyadan bilan endi chiqishgan paytim, men o'zim donorman, zo'rg'a turib aytaman, qiynal bo'lsam ham chiqib ketaman. Lekin muhojim hatto boraman hozir operatsiyadan chiqqanimdan keyin ham bitta odam qo'yaman.
Şunu hakkında o'zimiz bilamiz, Alloh biladi. Ular ana shu kvartirani sotishib oladi-da, pul ishlashadi ustiga qo'yib. Shunaqa baqir-chaqir qiladi, kirib olib kamiga. Ogohlik davr talabi deb ulug'lar bejiz aytmagan. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bizlarni Shifo karvoni kanali orqali muntazam kuzatib kelayotgan qadrdonlar. Mana yana bitta Hindistonda jabr tortgan bir vatandoshimiz, bir muslima, bir oilani, bir farzandlarning onasi. Bular yaqinda menga telefon qilishdi. Men ibrat tariqasida hozir sizlarga shu ovozli zapisni qo'yib berdim. Hozir shunaqalar ko'payib qoldi. Buyrak, jigar almashtirishlik uchun yoki onkologiya kasallarida Hindistonga borishlik kerak, endi puli yo'q. Bizda hozir to'g'risi o'zga davlatga borib operatsiya qildirib kelishlik uchun pul muammosi deyarli birinchi o'rinda turadi. O'zimda ham boshimdan o'tgan 3 yil, deyarli 3 yil qiynalganman. Xalqimizga shunaqa ehson qilganlarga rahmat, doim duo qilaman bularni. Shuna qilib toma ko'l bo'ladi deb mana jigarni almashtirganmiz. Hozir endi boshimdan o'tganligi uchun bu kasallarni to'g'risi o'zim yaxshi tushunaman. Mana bitta bemor buyrak perisadka uchun Belka Max klinikasiga olib borishgan buni. $2000 pulim bor degan, kelur. Bayda bir amallaymiz deb $9000 deb va'da qilishganda $13000 ga perisadka qilyapti buyragini. Har bitta dialezga qatnashlik uchun $100 dan olyapti. Yana gasnisalar bepul bo'ladi sizlarga, yotoqxonalar bepul deb turib, uni ham borgandan keyin pullayapti. Puli tugasa, eng yomoni puli tugagandan keyin chiqarib yuboryapti. Men bu yerga boshqa kasal qo'yaman deyapti. Bu ayol yig'layapti, donor. Xo'p, meni eplayman, erimni qayerga boraman, xo'jayinimni kasalni qayerga boraman desa, men bilmayman, yo'qol betdan, men boshqa bemor qo'yaman, menga pul kerak deyapti-da. Shuning uchun ba'zida aytaman, qiyomat bor. Hammani to'planib boradigan joy bor. Shu yerda javob beradigan bir joy bor. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Alloh taolo Qur'oni Karimda bugun, ya'ni qiyomat kunida muhrlab qo'yamiz ularni og'izlarini. Ya'ni tilni gapirtirmaydigan qilib qo'yadi Alloh taolo. Til muhrlanadi. Tukallimuna aydihim, gapirib beradi bizga ularni qo'llari, ularni oyoqlari dunyoda qilgan ishlaridan. Dunyoda nima ish qilgan, shular haqida oyoq qo'llaridan biz so'rab olamiz, deyapti Alloh taolo. Shuning uchun qiyomat bor, qiyomat bor. Bular bir kun borib to'xtaydigan joy bor. Shuning uchun ogohlantirib qo'yapman, yana bir ogohlikka chaqiryapman. Shu Belka Max klinikasida, boshqa klinikalarda ham shunaqa hozir ayollar falon Hindga erga tegib oldim, meni xo'jayinim deb reklama qilishyapti. Yoki meni tanishlarim bor deb yosh shunaqa ayol juvonlar olib boryapti bemorlarni. Juda ham hushyor bo'linglar. Ayniqsa pulinglar kam bo'lsa ham kelaveringlar. Bu yerda yotoqxonalari bepul, o'zimiz qilib beramiz. Pulinglar kam bo'lsa xijolat olmanglar, deydigandan ehtiyot bo'linglar. Juda ham ehtiyot bo'linglar. Men bu shaxslar ismlarini yashirdim, sababi kerak emas. Ular bilan teng bo'lishlik kerak emas. Ular bizni tengimiz emas. To'g'risini aytaman, bizni nimamizga to'g'ri kelmaydi ular. Vaqtimiz yo'q, vaqtimiz ham yo'q ular bilan kerak bo'lsa pachakilashgani. Ehtiyot bo'linglar. Bemor onangiz, otangiz yoki akangiz, xo'jayin ayolingiz juda ham hushyor bo'linglar. Mana o'sha ayolga ham aytdim, sizlarga ham aytayapman. Men oldindan hech kimga hech narsa va'da bermayman. Al-va'datu daynun, va'da qarz. Bu dunyoda bo'lmasa, oxiratda qarz. Nima deb va'da berilgan bo'lsa, Hindiston borasida. Shu yerda mana ishxonamiz. Nima deb va'da berilgan bo'lsa, o'sha yerga borib Hindistonda shu va'da bo'ladi.
oshiqcha mablag' ham aytmaymiz. Puli yo'q bo'lsa uni ketaveringlar, tavakkal qilinglar ham demaymiz. O'sha yerda bor narsani aytamiz. Mana qo'limizda shartnoma bor. Shartnomani bemorlar o'qib chiqadilar, tanishadilar. Nima yozilgan bo'lsa, Hindistonda nima yozish bo'lish kerak bo'lsa, hammasi yozilgan. Imzo qo'yadi, biz pechat urib beramiz. Bu degani o'sha bemor uchun shaxsan men o'zim mas'ulman. To uyiga kelib, shu yerdan chiqib ketib, to uyiga kelguncha men mas'ulman. Pullariga ham, operatsiyasiga ham va hokazo. Shuning uchun ogohlikka chaqirib qo'yapman, ehtiyot bo'linglar. Mana shu qo'yilayotgan raqamlar aynan shaxsan o'zimni telefon raqamim. Mayli. Bizda bormasangiz ham mayli. Bizni firmada bormasangiz ham mayli. Vatandoshimsiz. Bitta vatan, bitta bayroq ostida, bir quyoshni tagida istiqomat qilyapmizmi? Sizni tanimayman sizni. Taniganim musulmonsiz. Taniganim shu vatan fuqarosisiz. Mendan albatta sizga foydali bir maslahat chiqadi. Keyin ana tanlang, qayerga borasiz? Ehtiyot bo'linglar. Mana bizni Hindistondagi MedSpace Healthcare firmasi o'nlab klinikalarga kirib davolatishga ruxsatnomasi bor. Murojaat qiling. Xohlasangiz Belkamax, Fortis, Apollo, Max Saket. Mana yuqorida bir kanalda qo'ydim. 22 ta Max bor ekan Hindistonda. 22 dona Max. Hammasiga xudo xolasa olib borishga bizning qo'limizdan keladi. Bu videoni tarqatib qo'yinglar. Sabab addallu bil khayri ka fa'ilihi. Yaxshilikka dalolat qilish o'sha ishni qilgan bilan barobar. Men bilan barobar savob topasiz xudo xolasa. Shuni tarqatib qo'ysangiz bo'ldi. Mana tarqatmayapmiz, beparvo bo'lyapmiz, eshitgimiz ham kelmaydi ba'zida. Buni megabayt ko'p ekan, qachon ochib bo'ladi deysiz. Mayli, eshitmasangiz ham bitta nimaga tarqatib qo'ying-da, o'sha bemorni xonadoniga yetib borsin shu mana shu qo'yilayotgan videolar. Adashmaydi. Mana bunaqa insonlarga o'xshab jabr tortmaydi xudo xolasa.